Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Xudo xolasa bugun kun chorshanba. Hammalarga xayrli kun bo'lsin. Xudo xolasa kimlarga tishdagi muammolar, tish solish, implantatsiya bo'lsa, xudo xolasa kelaverasizlar. Hozir mana implantlarimizni kecha qo'ydik. Bittali sirkon tishlarimiz mana adinochkali bemalol kelishlaring mumkin. Xudo xolasa mana plastmassa ishlar ham qilamiz. Ko'rgan bo'lsalaring mana va zulmoy pastalarimiz kelgan. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Tishni davolagani, oqartirgani, mulkni bir hafta yuviladi. Parodontex eng zo'ri, keyin Marvis. Xudo xolasa bemalol olib ketishlaring mumkin kelib. Quyidagi nomerlarga SMS jo'natinglar, yozinglar. Xudo xolasa hammalaringga omad tilab qolaman. Bugungi kunlaring xayrli o'tsin.